Ha? Men bitta gap eshitgandim. Ha? O'zbeklar davranda o'ynaganni yaxshi ko'radi deb. Ha, yaxshi ko'radi. Lekin payqadim. Boshqalarni o'ynatishni ham yaxshi ko'rar ekan bular. Ha! Mana shu 8 davlat o'ynayapti-ku. Ha? Shularning bittasi kubokni olib ketadi-da, to'g'rimi? Ha? To'g'rimi? To'g'ri. Shunga olmagan. O'zbekda bir yaxshi gap bor. Gilam sotsang, qo'shningga sot. Bir burchagida o'zing o'tirasan deydi. Voy, Olim aka gilam sotmaydi-yu. Endi umid qilamiz, Holim aka mana unga o'xshab fikr qilmasdir-a? Cho'ng rahmat, Qirg'iziston qurama komandasi.